ko'pchilik aytadi, ko'chada chiroyli qizni ko'rib qolsa, "Voy, ana uni qara, chiroyli ekan, takoy narsa ekan, figuralari ham ashi zo'r ekan, nima meni uyda ayolim bunaqa emas" deb qo'yadi. Sen o'sha qizni oldiga borganda rasxodlarni so'ragin. Qancha rasxod qiladi o'ziga shunaqa bo'lib yurish uchun. Keyin u senga rasxodlarni aytadi. O'sha rasxodlarni uydagi ayolingga qiladigan bo'lsang, krem bormi, любой уход за собойдagi любой kosmetikalarni hamma narsalarini olib ber, penyuarlarni, takoylarni olib ber, nijniy belyonlarni, doddalarini olib bergan. Body mistlar bormi, atirlar, feromollar, любой narsalarni qichchuq olib beradigan bo'lsang, chotki qilib qo'ygan, ishongur, uydagi ayoling ham hech qanaqasiga qolishmaydi. Kerak bo'lsa o'sha doktor ham bo'lib bera oladi, militsiya ham bo'lib bera oladi, любой narsa bo'lib bera oladi. Uydagi haloling. Tak что to'g'ri fikrlagin. Tashqarida yurgan qizlar ham o'ziga normal rasxod qiladi.